Mening bir dostum var. O busumı ümit. Mening eng yaqin aq tirigim var. O busumı ümit. Mening eng qimmatlik söygünüm var. O busumı ümit. Mening azizana xalqim, vatinim var. O busumı ümit. Ümit bile yaşaylı qeyridaşlar. Bizge ağız birlik ittifaqlıq gerek. Maşını toğru düşüneyli. Erler gazaplanğanda ayollarning yig'ilishi zarvallıqdan. Ayollar gazaplanğanda erlerning bosh egib qarab turishi qulluqdan darak beradi. Her qandaq vatan davası bizning jinimiz bilan o'ynashgan taqdirdimi, bu biz uchun bir sınaq. Biz deyishni xohlaydigan so'zlarni osonlikcha deyolmaymiz, aksincha xolab ketmaydigan so'zlarni qizg'inlik bilan so'zlaymiz. Tarixdan ma'lumki, ojizlar tarixini kuchlilar yozg'ashqa, uning rostligidan soxtaligi ko'p bo'ladi. Ulug' ishlar qo'rqimsiz yuraklar bo'lg'achqa vujudga keladi. Xoyillar eng avval o'ziga, undan keyin vataniga, xalqiga, diniga sotqinlik qiladi. Tarixdan ma'lumki, millatning donishmandlari bir-biri bilan o'shlashganda hukmronning qilichidan qon purab turadi. Qilich hech qachon fitna fasod, g'iybat shikoyatga taslim bo'lmaydi. Yo'l yo'q yerda yo'l bor. Bu g'oliblarning, erkaklarning shuari. Düşmanının güçlüklüğünden emas, belki özünün qoqqançaqlığıdan ensire. Ey dünya, güçlükler hurra üçün, acizlar tova üçün. Yaraldı mı kim bu dünyaya? Biz özümüzün nərsələrini başqalarının qolda körgəndə onun nə qədər güzəlligini his qılmız. Tarixdən məlum ki, adalet bolmağan cəmiyyətdə qanun acizlar üçün yezilib, güçlüklər üçün xizmət qıldı. Rəqabətlik, ziddiyətlik, körəlməslik, şöhrətpərəstlik, obro'ypərəstlik, ikiyüzlük köpəysə, hiç kimge işenmeydigan bulup kalıdı. Qayerni paskınçılık kaplasa, şu yerde her xil keseller boludu. Qayerda vicdansızlar, g'o'risizlar, nomussuzlar, şöhretperestler köpeyse, şu yerde milletin obro'yi tushidi. Ey azizana xalqim, ajdodlari o'q yegan, avlodlari po'q yegan millat bo'lib qolmayli. Dünyadaki en tez iş özünü aqlash, en ig'ir kun musofirlik, vatansiz qilish. Naqsha usulchi millat sarsandir, ularning ulgisi sigandir. Ezilish, xo'rinish, bo'zaq qilishlarga qarab, bu dunyoni rahimsiz dema. Chunki ashu tengsizliklar bo'lmasa, sen g'aflat uyqusidan uyg'onmay uxlab berading. Nimening nomus ekanligini bilmagan odam vijdonning nima ekanligini bilmaydi. Öz tarixini o'qimagan yoki o'qib turib o'ylanmagan odamlar vatanning o'g'lani bo'lolmaydi. Tarixdan ma'lumki, ayollar va bolalar yosh to'kkan mamlakat halokat girviga yaqinlashgan mamlakatdir.
Ajdodlardan avlodga oltindan qimmatli miros qandoq yashashni bilish. Odam xom sut emgan banda deb xatolik chapan yeyish, onalarga qilgan haqorat va shundoqla vatan oldidagi javobgarchilikdan qochqanlik. Tarixdan saboq shuki, nodon xoin birni sotsa, aqlli xoin vatanni, millatni sotadi. Odamlar o'zining vijdonsizligini, iflosligini qiyirgan vaqtida o'kinadi. Tarixdan ibrat olmaganlik, ajdodlar xatosini avlodga miros qoldirganlik. Singan niningni ya deyish faqat qattiq nonga ko'nib qolgan qul mijozlik bechora odamlarning so'zidir. Do'stingning oldida takabbirlikni qo'y. Düşmanning oldida qalqanni qo'y, shamsharni ol ey o'g'lon. Acizlarning acizlarga xalaydigan yordami faqatla yaxshi tilak. Başqalarının chiroyli so'ziga qarab yaxshi demagan, tarixni qarasang, eng qonxo'r jallodlar, eng tatliq shirin so'zlar bilan bizning mamlakatimizni yo'q qilgan-ku. Yeligarlik tozig'iga kulib tushsan, yig'lab qutulasan. Agar yig'a bilan hamma ish yaxshilanadigan bo'lsa, biz eng baxtli xalq bo'lgan edik. Gülning mehri pıraxta, adamning mehri vijdonda. Sen kelgan omatingdan xo'shal bo'lmasdin, balki xalqing xo'shal bo'lganda baxtli bo'lasan. Ölüm qo'rqinchliq, ama ölümdimi qo'rqinchliq bir narsa bor. O bo'lsa-mu vatanni, dinini, xalqini, ona tilini satqanlik. Başqalar nima bo'lsa, bizmi shu deb yashaydiganlar o'z taqdirini boshqalarga bog'lab qo'yib, so'rinib, xorlanib yashaydiganlardir. Bir erkek vatan uchun qo'rqmay o'lsa, yana kelib o'zining qilishga tegishli ishini qilib o'lsa, erlik sharafni saqlamoq hammadan muhim. Erkaklik nomusini saqlagan yigitlar hech vaqtda o'lmaydi. Haqiqiy millatini, vatanini söyganlar mol mulki depsanda qilganda qarab tursa-mu, g'ururiy vijdonda depsanda qilganda hech vaqtda qarab turmaydi. Uyqungni och do'stim. Uxlab yotgan odamni mijib ketayotgan zamonda yashayapmiz. Xo'rliqqa uchirgan millat bir bo'lsa eng ojiz, bir bo'lsa eng kuchli millatga aylanishi mumkin. Xalqingga vijdoning bilan ishlasang, yiqilsang, quchuq uchsan. Xalqingga ikki uzlik xoyillik qilsang, yiqilsang, tapiniga tushsan. Men Uyg'urimni süp-süzük suları moldurilib turgan mermer dengiziga o'xshataman. Bununla qanchiligan paskina daryolar quyilsa-mu, o dengiz o'zining mermerligini saqlab kelmoqda. Ey Uyg'urlarim, ey qarindoshlarim, ey birodarlarim. Maşu mermer dengizini saqlab qolaylik. Sizlarga birlik, ittifoqlik tilayman.